kayfimizdan başlarda baharın iliq kunlarida sizga yaxshi kayfiyat tilagan holda bugungi darsimizni boshlaymiz. Bugun darsimizni o'tishdan oldin biz elektr bo'limini o'qiyapmiz. Qani elektr bo'limidan nimalarni o'rgandik? Qani kim aytadi? Elektr toki deb nimaga aytiladi? Elektr toki deb nimaga aytiladi? Qanday bir javob berchi? Elektr toki nima edi? Ma'nalarning tartibli harakati bu elektr toki deb ataladi. Shundaymi? Qani Muslima qaytaramiz. Elektr toki nima ekan? Ularimiz to'g'ri javob beramiz. Qani keyingi savolimiz tok kuchi deb nimaga aytiladi? Aniqlovchi fizika. Barakalla. Tok kuchini o'lchaydigan asbob amper metr. Qaysi ashas? Endi ko'taramiz, javob beramiz. Amper metr. Amper metrni o'lchaydigan asbob ekan? Tok kuchini birligi nima ekan? Amper. Amper birligi amper. O'lchaydigan asbobning ati amper metr. Metriyo so'zini qo'shamiz. Metriyo bu o'lchayman degan ma'noni bildiradi. Zanjirning bir qismida kuchlanish o'lchovlariga talat fiziki Aleksandr Voltashinga rol deb qabul qilingan. Nima bor? Qanday ketib Yaxshi tok kuchining qiymati o'zgarmaydi. Qiymati o'zgarmaydi. Qarshiligini qiymati esa barakalla. Parallel ulashdanchi? Parallel ulashda kuchlanish o'zgarmaydi. Qarshiligini qiymati esa kamayadi. Ana endi bizga elektr bo'limini o'tgandan keyin bizga ulash simlari, tok manbai, amper metr, voltmetr va lampa berilgan. Ana shu asboblar yordamida zanjir tuzib, ana shu zanjir sxemasini Tadavlayev tuzga chizib beradi. To'g'ri bo'ldimi? Simimiz ochiq qolib ketdi. Har kim chizib beradi. Muslima chiqchi. Izoh beramiz qisqacha tez. Bizga nima berilgan? Bizga ular simlari. Tok manbai, kar, lampochka, voltmetr berilgan. Bizga amper metr qanday ulanadi ekan? Ketma-ket ulanadi. Voltmetr esa iste'molchiga, ya'ni iste'molchimiz lampochkaga parallel ulanadi. O'qiymiz. Ana endi bugungi o'tadigan mavzumiz elektr tokining ishi va quvvati. Bir qator eski avvalgiga o'tgan mavzularimizdan. Ana elektr tokining ishi va quvvatini, ya'ni Joule-Lenz qonunini aniqlashimiz uchun bir qator formulalar esga olishimiz kerak. Mana biz hozir qizlarimiz yetdi. Kuchlanish o'tkazgich orqali o'tayotgan zanjir orqali o'tayotgan zaryadni bajargan ishini, ana shu zaryadga nisbatan kuchlanish deyiladi. Ana shu kuchlanish orqali zaryadni bajargan ishini to'quv formulasi orqali aniqlanadi. Biz o'tgan darsda o'tganmiz tok kuchi o'tkazgichning, ya'ni ko'ndalang yuzasi orqali o'tayotgan zaryadni vaqtga nisbatan bu tok kuchini beradi. Tok kuchi formulasi orqali zaryadni aniqlaymizda, ana shu formulani o'rniga qo'yamiz. Mana bu birinchi formula bormi? Zaryadni bajargan ishini formulasini o'rniga, mana bu quvni o'rniga mana bu kattalikni qo'yyapmiz. Ko'rdik-a? Ana endi elektr tokining ishi tok kuchiga, kuchlanishga va vaqtga ko'paymasligiga to'g'ri proporsional ekan. Ana endi biz o'tgan darslarda o'tgan zanjirning bir qismi uchun Ohm qonuni bor edi. Mana shu Ohm qonuni orqali o'tkazgichdan o'tayotgan tok kuchlanishga to'g'ri proporsional, qarshilikka esa teskari proporsional deyilgan. Kuchlanishning qiymati qancha katta bo'lsa, ya'ni 220 volt bo'lsa, demak tok kuchimiz shuncha katta bo'lar ekan. Kuchlanish kamaysa, tok kuchi ham kamayadi demoqchi. Ana endi qarshilik
qarshilik qancha qiymati katta bo'lsa, tok kuchini qiymati shunchalik kichkina bo'lar ekan. Tok kuchi bilan qarshilik bir-biriga teskari proporsional ekan. Men aytganman, qarshilik haqida qisqacha ma'lumot berib ketaman. O'tkazgichlarimiz nimadan yasalgan? Metaldan yasalgan, metal simlardan yasalgan. Simlar usti nima qilingan? Izolyatsiyalangan. Izolyatsiyalangan deganimiz nima edi? Izolyator. Izolyator bu nima ekan? Dielektrik tokni o'tkazmaydigan elementlarni izolyatorlar deydi. Ya'ni boyagi simimiz izolyatsiyalangan. Shunday ham agar to'g'ridan to'g'ri boyagi simni, metal simni ushlasak bizda nima qiladi? To'g'riladi. Sababi o'tkazgich, yaxshi o'tkazgich bu metal hisoblanadi. Shunday ham metalni ushlasak bizni to'g'riladi. Shuning uchun izolyatsiyalar ekan. Demak, ana shu orqali tok o'tayotganda, o'tkazgichning ko'ndalang teskizuvchi orqali tok o'tayotganda, boyagi metal, simimiz metal, kristal panjaradan iborat deyilganda, metal kristal panjara har bir tugunlarida ionlar o'tiradi. Ionlar o'tiradida, boyagi tok, boyagi ionlarga kelib nima qiladi? Uriladi. Urilganda qarshilik yuzaga keladi ekan. Tushuntirib bo'ldimmi? Qarshilik yakunda orqa suv ketyapti. Musullar, boshqalar urilyaptimi? Keyin yasayaptimi suvni o'tishiga? Xuddi shunaqa metal kristal panjarasidagi ionlar mana bu tokni o'tishiga qarshilik ko'rsatadi. Shu bizga qarshilik deyiladi. Qarshilikning qiymati qancha katta bo'lsa, tok kuchining qiymati shunchalik kichkina bo'ladi. Tushuntirib degan shuning uchun aytadiki, tok kuchi qarshilikka teskari proporsional bo'ladi. Ana endi bir nechta formulasini yuzaga keltiraman. Sababi, xudo xolasa 11-sinfni bitirayotganimizda fizika tanlagan o'quvchilarimiz test topshirayotganda bir necha variantlar kerak bo'lib qoladi. Shuning uchun buni bir nechta formulasini keltirib chiqaraman. Ayting, endi o'ziga mana qiymatni qo'ysam, u kvadrat taqsim r ko'paytiraman t. Mana bitta formulasi hosil bo'ldi. Ana endi mana bu formula orqali bundan u teng i ko'paytirilgan r, ya'ni kuchlanishni qo'yaman mayga. Testda turli variantlar bizga kerak bo'ladi. Teng i kvadrat r ko'paytiraman t. Kuchlanishga va vaqtga ko'paytmasiga tegadi. Ana biz ketdik, asboblarni foydalanamiz deydiga, tokni bajargan ishini bizda uyda nima ko'rsatib beradi? Cho'chib ko'rsatib beradi. Endi agar cho'chib o'rnatilmagan, cho'chib ixtiro qilinmagan, hisoblagich ixtiro qilinmagan vaqtda uyni bir burchagiga ampermetrni, ikkinchi burchagiga voltmetrni, uchinchi burchagiga katta saharlarni qo'yishga to'g'ri keladi. Mana shu 3 ta asbobning vazifasini hozirgi zamonaviy hisoblagichlar bizga aniqlab ko'rsatib beradi. Shuni oldimman, daftaringizga yozib qo'yib, tokni bajargan ishi tok kuchiga, kuchlanishga va vaqtga ko'paymasga to'g'ri proporsionaldir deb qo'yasiz. Mana bu formulalar esa qo'shimcha formulalari. Bu masala ishlaganimizda bizga albatta kerak bo'ladi. 10 ta bola bir necha kun qo'yasiz, DT traktori esa, DT 75 traktori esa uni 1-2 soatda o'yib ketadi. Demak, bu 10 ta yilga qaraganda boyagi DT 75 traktori quvvatliroq deymiz. Uni nimasiga qarab? Bajargan ishiga qarab. Kam vaqt ichida ko'proq ish bajarganiga qaraymiz. Mexanik quvvat ishini vaqtga nisbatiga teng ekan. Elektr bo'limidagi elektr quvvati esa P harfi bilan belgilanadi. P teng A taqsim T. Bundan mexanik elektr tokining ishi baridi formulasi. Shuni mana A ni o'rniga qo'yamizda, tokning quvvati I U T formulasi orqali keltirib chiqariladi-da, qisqarib ketib, I ko'paytirilgan uga teng ekan. Tokning quvvati tok kuchi bilan kuchlanishni ko'paytmasiga teng ekan. Xuddi shunaqa bu qo'shimcha formulalarni ham mana bu zanjirning bir qismi uchun o'lqonning o'rnidagi ini va uni o'rniga qo'yib qo'shimcha formulalarni keltirib chiqaramiz. Ini o'rniga u kvadrat taqsim r. Yana keyingi formulasi ini o'rniga qo'yaman i kvadrat ko'paytiraman r ga teng ekan. Mana qo'shimcha formulalar.
Ana endi Jolens qonuni ham bor. O'tkazgich orqali tok o'tganda simni usti qizib qoladi. Demak, ajralib chiqqan issiqlik miqdori rus olimi Lenz, ingliz olimi Joule sharafiga ikkalasi bir xil vaqtda bu tajribani tushuntirib berganligi uchun birgalikda Joule-Lenz qonuni deb ataladi. Joule-Lenz qonuni tok kuchini kvadratiga ko'paytiraman qarshilikka va vaqtga ko'paytmasiga teng ekan. Mana shu kuchlanishda kuchlanish u 220 volt kuchlanishda elektr chirog'iga 5 minut ichida 5 minut min deb yozamiz. Buni nimaga aylantiramiz? Albatta sekundga aylantiramiz.